بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Assalomu alaykum muhtaram ahli islom, birodaron ikrom, hurmatli otaxon okaxonlar, xususan sohibi ihson, sohibi hayrat, Mirbahodir otamizni boshchiliklarida farzandlari Baxtiyorjon birodarimiz, barcha qavm qarindoshlarning aziz mehmonlari. Bugun Allohning rahmati nozil bo'lib xursandchilik, ya'ni sizlarni ko'rishimiz bugun mana diydor ko'rishyapmiz, iymonlashyapmiz. Bu xursandchilik. Anchadan beri ko'rmagan akalarimizni ko'ryapmiz. Bu xursandchilik. Ikkinchi xursandchilik duo ijobat bo'lgan kun. Nima duo? Hammamizni duoyimiz bolalarimizni baxtini ko'rish, kamolini ko'rish, to'yini ko'rish. Lekin bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ancha yillardan beri mana ikkala qudani qilgan duosi ijobat bo'lib turibdi. Baxtiyorjon, Alloh bergan ulug' ne'mat qizlarini turmushga uzatayotgan bo'lsalar, mehmon qudamiz Umid aka Alloh bergan ulug' ne'mat o'g'illarni uylantirish, sunnatga muvofiq nikohni e'lon qilish maqsadida valima dasturxonini yozishdi. Men o'ylab qarasam, ko'p mavzu chiqdi. Mahr to'g'risida, er xotinni zimmasidagi haqlar to'g'risida, qaynona kelin munosabatlari to'g'risida, valimani odoblari to'g'risida, rashk to'g'risida suhbatlar qildik. Lekin bolaligimizdan orzu-havasimizni qondirgan, kamolga yetganimizda xalqqa oldiga dasturxon yozib, biri men qiz uzatdim desa, biri men o'g'il o'ylantirdim deb orzu-havas qilgan qudalar to'g'risida ko'p gapirmas ekanmiz. Bugun yig'ilgan jamoat kuyovni taniganlar kelgani yo'q o'tga, kelinni taniganlar kelgani yo'q. O'sha ko'chada yurgan erkaklarimiz, qudalarimizni bilganinglar uchun oqibat qilib keldinglar, hurmat qilib keldinglar. Shu qudalarni da'vatiga labbay deb keldinglar. Shuning uchun ko'p gaplar gapiriladi. Lekin asosiy ish qilib, bugun xalqqa oldiga dasturxon yozib, birlari Xudo bergan omonatni egasiga topshirsa, birlari shu omonatni qabul qilaman deb turgan qudalar to'g'risida nima deyilgan islomda? Islomda qanday qudachilik? Allah o'zini kalomi Qur'onda, Sura Furqonda marhamat qiladiki, biz suvdan basharni yaratdik. Ularni elatlarga, qabilalarga, qudalarga bo'ldik deb hatto qudalarning nomi Qur'onda e'tirof qilindi. Ikkinchisi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni menga nasl nasab tufayli yaqin bo'lgan qavm qarindoshlarimga qanday shafaat qilsam, qudalarimga ham xuddi shunday shafaatim yor bo'ladi dedilar. Qudalarni ham o'zlarini yaqin qarindoshlaridan deb bildilar. Endi muhtaram birodarlar, Hazrati Hafsa onamiz otalari Hazrati Umar o'lganlarida tepalarda yig'lagan ekanlar. Mo'minlarni amiri bo'lgan, Amiral Mo'minin bo'lgan Hazrati Umar, Alloh yaxshi ko'rgan Xudoning mahbub bandasi Hazrati Umar, oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga qayin ota bo'lgan Hazrati Umar deb Hazrati Umarning qaynatalik sifatlarini alohida tilga olib yig'lab gapirgan ekanlar. Rivoyatlarda keltiriladiki, Hazrati Anas bin Malik rivoyat qiladilar, bu bo'lgan voqea. Haybar bilan Madinaning o'rtasida 3 kun turib qoldik. Haybar bu shahar nomi. Bani Qurayza qabilasi bo'lgan, Yahudiy qabila bo'lgan. Rasululloh
jang jihod qilar ekanlar. Shu qabilaning rahbari katta bo'lgan insonni farzandi Sofiya onamiz asir tushgan paytlar. Endi bu cho'l yo'lda ketilayotgan payt Rasululloh Sofiya onamizni nikohlariga oladigan bo'ldilar. Xonadon emas, to'yxona emas. Shunda aytdilarki, men Sofiyani nikohimga oldim. Hozir nikohni e'lon qilaman. Dasturxon topa olmasanglar, terilardan dasturxon qilinglar. Nozi ne'mat bo'lmasa xurmo qo'yinglar. Terilardan dasturxon bo'ldi. Xurmolar qo'yildi. Rasululloh o'rtaga chiqib e'lon qildilar: "Ey birodarlar, Bani Qurayza bizga dushman edi. Endi quda bo'ldik. Sofiyani men nikohimga oldim. Sizlar bu narsadan voqif bo'linglar" deganlarida ancha odamlarni qo'li kishanlangan ekan. O'sha Bani Qurayzaning odamlari haydab ketilayotgan edi. Sahobalar aytishdiki, biz quda bo'lmiz u. Qudaning hurmati bor. Qudaning izzati bor. Qudaning o'zini o'rni bor. Endi bularni ozod qilaylik. Qo'l oyoqdan kishanlar yechildi. Sizlar endi ozodsizlar, o'zingizlarni yurtinglarga qaytinglar deb ruxsat berildi. Jamoatga nima ibrat bo'ldi? Mana bitta qudalik bog'lanishi bilan, qarindoshchilik bog'lanishi bilan, nikohni e'lon qilinishi bilan qancha odamni ko'kragiga shamol tegdi. Biz quda bo'ldik-ku. Endi qudaning hurmati bor-ku deydi. Mana bu to'yxonadan bilinadi. Qudalarimizga alohida joy bo'lsin. Qudalarga alohida qaraylar. Falon mahallaga borsak, mana qudam deymiz. Qudachilik 1000 yilchilik deb tilga olamiz. Qudalarning hurmatini o'rniga qo'yamiz. Hazrati Usmon rivoyat qiladilarki, men 2 marotaba Alloh yo'lida hijrat qildim. Eng afzali men Rasulullohga kuyov bo'ldim. 2 marotaba kuyov bo'ldim. Zinnurayn degan nomi bor. Hazrati Usmonning Zinnurayn degan taxalluslari bor. 2 nur egasi degan ma'noni beradi. 2 marotaba Hazrati Usmon kuyov bo'lganlar. Birinchi marotaba kuyov bo'ldilar. Allohning irodasi ekan. Rasulullohning qizlari dunyodan o'tdi. Ikkinchi qizlarini ham nikohlab berdilar. Ana bu qizlar ham dunyodan o'tdi. Yaqinda internetda, ijtimoiy tarmoqda bir narsa chiqibdi. Dunyo ko'zinglarga tor bo'lib ketganda bir narsadan qattiq xafa bo'lsanglar, boshinglarga sinov kelganda shuni o'qinglar deyapti. Nima ekan bu? Buni orqasidagi hikmat nima ekan deb o'qidim men. Shunda yozib qo'yibdi. Qaranglar, sizlarga ibrat bo'lsin. Oxir zamon payg'ambari, jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi, Allohni sevgan bandasi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam jami farzandlarini janozasini o'zlari o'qib qabrga qo'ydilar. Bolalarini ko'pi yoshligida o'lib ketdi. 7 farzand bo'lgan bo'lsa, o'g'il bolalar bolaligida o'ldi. Buni hikmati Allohning o'ziga ayon. Qizlari yoshi ulg'ayganda o'ldi. Faqat bitta Fatima Zahra onamiz otalaridan keyin 6 oydan keyin o'ldilar. Shunda aytibdi, ko'rdinglarmi? Shunda xotamul anbiyo bo'lgan, jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi bo'lgan Muhammaddek zotan jami farzandlarini o'zi qabrga qo'ydi. 2 qizlari ketma-ket dunyodan o'tdi. Shunda Hazrati Usmonni ko'yini juda ham cho'kib qolgan ekan. Egilib qolgan ekanlar. Ko'ynini ko'tardilar. Hazrati Usmon, siz jufti halollaringizdan judo bo'ldingiz. Men farzandlarimni qabrga qo'ydim. Jonni berib jonni olish bu Allohning ishi. Lekin jonim qo'lida bo'lgan zot Allohning nomiga qasamki, agar 3-qizimni ham boshi ochiq bo'lganda edi, men ikkilanmasdan sizni yana quda kuyov qilgan bo'lardim deb kuyovni ko'ynini ko'tardilar. Bo'lgan qudachilikni hurmat bilan tilga oldilar. Endi ulamolarimiz aytishadiki, quda bo'linglar, lekin begonalashishga harakat qilinglar. Savol tug'ilyapti. Qor aka, qarindoshdan quda qilib bo'lmaydimi? Yo'q, qarindoshdan quda qilib bo'ladi. Begonalashish hikmati bor ekan. Birinchisi, begona quda kelib qo'shilsa bitta qarindoshimiz ko'payyapti. Ikkinchisi, muhtaram birodarlar, tug'iladigan nasl nasab
hozir televideniyada, matbuotda yaqin qarindoshlarni nikoh tufayli nogiron farzandlar ko'payyapti. Nogiron bolalar tug'ilmasin deyilyapti. Yaxshi bir sog'lom farzand tug'ilsin. Begonalashiydi. Uchinchisi, men endi uzr so'rayman. Aka bilan uka quda bo'lyapti. Opa bilan singil quda bo'lyapti. Bularning o'rtasidan qilib o'tmagan. Lekin quda bo'lgandan keyin bolalarning o'rtasiga tushib, bir qoringa siqqan jigar aka uka bir-biridan qiyomat diydor bo'lyapti. Aka o'lsa uka yo'q. Uka o'lsa aka yo'q. Sabab desangiz, bular quda bo'lgandan keyin o'rtasi buzildi. Opa singillarning ham o'rtasida shunaqa ixtiloflar bo'lyapti. Bu hammasiga emas. Aka uka bo'lib quda bo'lgandan keyin bundan ham ziyoda bo'lib ketganlar bor. Lekin ming afsuski, aka ukalar bir-biri bilan yaxshi, bolalar kelisha olmayapti. Farzandlar tufayli bir-biridan judo bo'lganlar bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ham bu narsani ko'p o'ylab ko'rilgan ekan. Hazrat Umarning xalifalik davrlarida Bani Asad qabilasiga bordilar. Odamlarning hammasi kasal, nogiron. Shunda so'radilar, nimaga bu sog'i yo'q, hammasi nogiron? Hazrat Umar, bizda begonadan xudo qilinmaydi, faqat o'zimizning qarindoshlarning o'rtasida. Shunda aytdilarki, qonni yangilaylar. Begonalashishga harakat qilinglar. Begona odamlardan xudo anda qilinglar dedilar. Ya'ni bu meni gapirgan gapim qarindosh urug' xudo bo'lmasin degan gap yo'q. Quda bo'lish mumkin, lekin aynan quda bo'lgandan keyin o'rta buzilib ketayotgan joylar bor. Nogiron tug'ilayotgan farzandlar bor. Shu narsaga o'rin qolmasin. Hozir matbuot bu narsani ko'targan bo'lsa, islom bir necha asrlar oldin bu masalani ko'tarib bo'lgan ekan. Jigarchilikning o'rtasiga nizo tushmasin. Bir-biri bilan bo'lgan ixtiloflar ko'paymasin degan bir ma'no kelib chiqyapti. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Misrga kirayotganlarida aytdilar: zulm qilmanglar. Biron bir odamni boshidan soch to'kilmasin. Misrga biz qudamiz dedilar. Ya'ni biz qudamiz deganlarining sababi nima? Islom sarhadlari kengaydi. Ya'ni payg'ambarimiz ko'p joylarga Hudaybiya sulhi tuzildi. O'zlarining elchilarini yubordilar. Shulardan bittasi Misrga bordi. Misr podshosi hurmat qildi. Payg'ambarimizga ikkita joriya qizni hadya qildi. Shulardan bittasining ismi Moriya edi. Moriyadan Rasululloh bitta o'g'il ko'rdilar. Lekin bu o'g'illari bolaligida o'lib ketdi. Ya'ni biz Misrga qudamiz deganlari Rasululloh o'sha Misrdan kelgan joriya Moriyani nazarda tutganlar degan gapni gapirganlar bor. Endi meni o'zim 93-97-yillar Misrda Qohirada o'qigan paytim Misr xalqini faxrlanganini ko'rganmiz. Oxir zamon payg'ambari bizning kuyovimiz. Payg'ambar bizga quda, Misrga quda degan gapni gapirib Misr xalqini faxrlanganligini ko'rganmiz. Endi hayot ekan, shundoq kunlarni ko'rdik. Farzandlarning o'rtasida oqibat bo'lmadi, bir-biridan ajralib ketishdi yoshlar. Lekin shundoq qudalar bor ekan. Aka, bolalarimiz bir-biridan judo bo'ldi, lekin biz judo bo'lmaylik. O'tgan qudalik hurmati, tug'ilgan nabiralar hurmati. Endi qudaligimizni saqlab qolaylik deb, o'sha bolalari ajralib ketgan bo'lsa ham, lekin qudachilikni saqlab qolganlarni ko'rdim. O'lsa tovutkash. To'ylarda yelkadosh bo'lib turgan qudalarni ko'rdim. Odam ko'rganda havas qiladigan qudalar bor. Bolalari ajralib bo'lgan, lekin do'stligini saqlab qolgan. O'sha qudachilik hurmatini saqlab qolgan. Bir-biriga bo'lgan munosabatini saqlab qolgan. Chiroyli bir-biri bilan munosabatni davom ettirayotgan qancha qudalarni ko'ryapmiz. Mana bugun ikkita quda diydor ko'rishdi. Ilohim, bu dunyoda boshlangan qudalik jannatda ham davom etsin. Yoshlarning o'rtasini Alloh xayr bilan jam qilsin. Bu qudalik hammaga nasib qilmaydi. Qudalik sarposini kiyish hammaga nasib qilmaydi. Farzand ko'rib to'yini ko'rmasdan o'tganlar bor. Qizlarini kelinlik libosini kiyganini ko'rmasdan o'tganlar bor. Qudachilikka yetkizish bu Xudoning ulug' ne'mati, Allohning marhamati. Mana shu qudalar bor ekan, bugun sizu biz keldik. Shu qudalar bor ekan, bugun dasturxon yozildi. Shu qudalar bor ekan, bugun diydor ko'rishdik.
Qudachilik ming yilchilik. Ilohim boshlangan qudachilik jannatda ham davom etsin. Misrda Shayx Shoraviy degan olim odam o'tganlar. Maviza qilardilar televideniyada, masjidlarning minbarlaridan soatlab savol javob qilardilar. O'g'illarni uylantiradigan bo'lib qopdilar. O'sha kuni muxbirlar bosgan. Savol javob bo'lgan. Shayx Shoraviy hazratlari, siz xalqqa nasihat qilasiz. Ota sifatida bugun uylanayotgan o'g'lingizga ham nasihat qildingizmi dedilar. Shunda Shayx Shoraviy bir oz sukut deganlaridan keyin men o'g'limga nasihat qildim. Bolam, bugun sen bor ekansan, bir insonni farzandi kelyapti. Seni uchun shu xonadonga kelyapti. Endi mas'uliyating ko'paydi. Birinchisi erisan. Mahramlik vazifangni ado qilasan. Ikkinchisi, seni xonadoningga kelgan bir insonni qizi otasini bag'ridan uzoqlashib keladi. Onasini bag'ridan uzoqlashib keladi. Jigarlardan uzoqlashib keladi. Otasini sog'insa, otasini o'rnini bos. Onasini sog'insa, onasini o'rnini bos. Jigarlarni sog'insa, jigarlarni o'rnini bos. Sana xonadoningga kelgan bu qiz xorlanmasin, ko'zidan yoshi oqmasin deb nasihat qildim degan ekanlar. Ilohim xonadon manzil makon obod bo'lsin. Bu nasihat hammamizga. O'g'il uylantirayotgan otalar farzandlarga qiladigan hammamizning shiorimiz, nasihatimiz, bir insonni bolasi kelyapti, bir tirik jon kelyapti. Ota-onadan, xonadondan uzoqlashib, kelinlikni mas'uliyatini bo'yniga olib kelyapti. Degandan keyin endi yo'lga solib, chiroyli hurmatini o'rniga qo'yish xudolarni erni zimmasida turgan vazifa deb o'g'illarga tushuntirish hammamizning vazifamiz ekan. Mavizamni muxtasar qilar ekanman, hammanglardan uzr so'rayman. Yoshi ulug' otalar, ilmda bizdan peshqadam ahli ilmlar bor. Bandalik bilan biron bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsam, bir insonni qalbiga botadigan gaplar o'tgan bo'lsa, meni uzrimni qabul qilinglar. Bugungi da'vat sizlarni shu to'yxonada o'tirishinglar yurtni tinchligini sharofat. Men doim bir narsani eslayman. Hozir shu o'tirishni qadriga yetmagan ekanmiz-da. Shundoq payt bo'ldi. Masjidlarda azon etildi, jamoat bo'lmadi. To'yxonalar o'rnida sovlat to'kib turdi, eshigi bekildi. Pandemiya payt. Ayni nikohda ma'ruza qiladigan paytimiz kuniga 5 talab janoza o'qildi. Kechasi soat 12 mi, soat 1 mi mashinalarni chirog'ini yoqib qo'yib, Go'rri tepasida o'lik ko'mgan kunlar bo'ldi. Hozir bemalol o'tiribmiz. Niqob taqayotganimiz yo'q. Endi bir-birimizga qo'l berib ko'rishish amri mahol bo'ldi. Bir-birimizni ko'rganda qochib ketdik. Shamshir-u Xudo sado nadorat, Shamshir-u Xudo sado nadorat, bada zadanivay davo nadorat. Xudoni qilichini ovozi yo'q, agar ursa davosi yo'q. Endi bu kunlar qaytib kelmasin. Musibatli kunlarni bir ko'rdik, Xudoni qilichini bir ko'rdik. Endi bu qilich bo'ynimizga kelmasin, faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Mavizamning muqaddimasida Allohning kalomi Qur'on tilovati bo'ldi. Hozir yakuniy bir tilovat qilamiz. Tilovatdan keyin osh tortiladi. Oshlarni tanovul qilganinglardan keyin umumiy duoni kutmaysizlar. Behijolat, bemalol o'zingizlar dasturxonga duo qilib xizmatga mashg'ul bo'laverasizlar. Shu tilovat duo hammamizga kifoya qiladi.